Keyin yana bir sabab bor. Ya'ni shunaqa yomonliklardan saqlanish uchun. Yomonlikni o'rgatish. Iloji yo'q bu narsa. Hozirgi kunda aytdik, yopib bo'lmaydi internetni. Iloji yo'q bir narsada chiqib keladi. Shuning uchun o'sha yomonlikni ham o'rgatish kerak o'zini. Yomonlikni yomonlik manbasidan o'rganishdan oldin. Yomonlikni yaxshilik manbasidan o'rganish kerak. U qanday qilib? To'g'ri tarbiya. Aytish kerak. Ota-onalar, ustozlar bolalariga mana bunaqa narsalar bor, bu yomon. Uni yopish, taqiqlash, sen ko'rsang o'ldiraman, so'yaman deyish, ana shunaqa tahdidlar. Uni munofiqona shu ishlarni qilishga undaydi keyin. Ochiq bo'lish kerak. Ota-onami, murabbiymi, o'sha farzandi bilan, qo'l o'quvchisi bilan, ya'ni buni ochiq tushuntirib, tarbiyaviy dars. Bu mana bu yomon narsalar. Bu sen ko'rganda emas. Bular hammasi soxta, yolg'on narsalar. Sen eshitganda emas. Asli hayot unaqa narsa bo'lmaydi deb voqelikda o'sha yomonlikni to'g'ri tushuntirish kerak. Masalan, men Navoqizul Islom darslarini o'qiganmiz. Nima uchun o'qiymiz o'shani? Islom buzuvchi amallar degan. Islom buzish uchun o'qiymizmi? Yo'q. Islom buzish uchun o'qiymizmi? Yo'q.